Kışkınlar hayırlı olsun. Bugün anlaydigan muzbal bilan burchaq bala degan fanniy cho'chakdan o'simlik urqi bilan munosabatli bo'lgan bilimlardan nimalarni bilib olalaydiganmiz? Undaqda hammamiz birlikda anglab boqaylik, ha? Bu jahonda har qanday vaqtda, har qanday joyda mo'jiza yuz berishi mumkin. Muzbal bilan burchaq balaning hikoyasi dal shunday hikoyadir. Qish fasli jahonni mustaqlab ketibdi. Qish buva yetib kelgan chaqda muz balaning dili ilib ketdi. Balaning butun badani kristalday suzuk pokiz bo'lib, farishtaga o'xshaydi ekan. U o'zining yaratilganligidan minnatdor ekan. Kuz buva ketadigan chig'ida burchaq balani qoldirib qo'yibdi. Burchaq bala sap-seriq ekan. Ko'zi, og'zi, burni yup-yumaloq bo'lib, oltin burchaqqa o'xshaydi ekan. Burchaq balaning badani seriq bo'lib, go'yo ustiga oltin yepincha yepinib olgandek ko'rindi ekan. U zeminning o'zini operida qilganligidan minnatdor ekan. Muz bala dumlashqa, burchaq bala sakrashga umroq ekan. Ular yaqin do'stlardan bo'lib qoldi. Suyakdan o'tadigan qahraton sovuqda ular qo'l tutishib birdan dumlashsa, birdan sakrashir ekan. Ularning kunlari mana shunda xushal xo'ramliqda o'tibdi. Kunlarning birida ular qo'l tutishib, sakrashib bir tub suyakni ostiga kelib qoldi. Suyat ana, anglashimizcha, bolangiz mankabning bolasidek kunlik tutib har yon ucha oladi ekan-ku. Ularni qaytarib kelsangiz biz do'st bo'lsak qanday? Debdi burchaq bala egizga qarab. Hay, mening bolarimning har tarafga bitishi bahordagi ish. Ular nega borsa shu yerda bixlinib ko'klaydi. Bixlanmaganlaricha sizlar burchaqlardek nacha 10 yilgacha saq yurolmaydi. Biz suygat, suvadan, qovchiq daraxtlarining urug'ining umri bak qisqachumu. Bir necha hafta yashay olamiz. Debdi suygat ana mayuslanib. Muzbal bilan burchaq bala yana qo'l tutishib, bir qiya toshning ustiga kelishibdi. Nima degan xatarlik-a? Qiya toshda yo'g'on yeriq bo'lib, ikki bola yeriqqa tushib ketgili toz qopdi. Ular qo'rqqandan qora targa cho'mib ketibdi. Bu yo'g'on yeriqni ko'rib, muz bola burchaq balaga debdi. Ba'zi tog'lar tog' yeriq tosh qazganda, tosh yeriqlariga suv qo'yib yetadi ekan. Dabaqa, buning uchun men deb beraya, angla. Suv tosh yeriqiga kirgandan keyin to'nglab, muz balaga aylandi ekan. Hajmi yo'g'unizchu, toshni yerib yetgan texi. Buningda portlatqich to'g'ri ishlatishning hojati yo'q ekan juma. Bunda qilganda ham bexatar, ham bulg'unish paydo qilmaydi ekan. Buning hammasichu biz muz balaning mahoratimizdan bo'lgan. Bildingmi? Muz balaning hikoyasi rost ekan. Voy, biz burchoq bolalarmi bo'sh emas juma. Burun bir olim odamning boshini yormoqchi bo'pti. Alloha, odamning boshini voy desish ham hem mustahkam bo'lib, pichoq bilan kasgili, bo'g'i bilan chopqil bo'lmaydi ekan. Qanday qilish kerak? Biz burchoqlar, go'yo arishlashganlarga o'xshaymiz. Bildingmi? Boshimkining ichiga kirib olsak, ozroq suv ichib olsak-chu, tezda yo'g'onaymiz. Shuning bilan boshimkini o'tirdan ikki qilib yetamiz biz. Bu dunyoviy mo'jizachimi? Deb yayrab ketibdi burchaq bala. Burchaq balaning aytganlari nihoyatda to'g'ri ekan. Bu ikki bolaning biri botir, biri polvon bo'lib, atidan kashkicha qo'l tutishib, xo'jal-xo'ram o'ynab yurib, kunning qanday o'tib ketganini bilmay qoldi. Oxir bir kuni qor ushqunlari ketib qoldi. Qish buvaymi ketib qoldi. Burchaq bala muz balaning bargan sir o'ruqlab ketayotganligini, qo'llarining bargan sir kichiklayotganligini ko'rib, ko'ngli bak yerim bo'ldi. Shuning bilan bu ikki o'moq bala qo'llarini mahkam tutishibdi. Oxir muz bala bir tomchi suvga aylanibdi. Burchaq bala ikki tomchi suribdi. Bu ikki do'st yanada qo'llarini tutishib turaveribdi. O'moqlarim, biz bu cho'chakdan o'simlik urug'i bilan munosabatli bo'lgan bilimlarni o'rganib oldik. Ya'ni
Urug'ning bıxılışıga temperatura, havo va suv kerak bo'ladi. O'simlikning urug'i suvni yetarli so'mirgandan keyin uning hajmi necha hassa yo'g'inaydi. Yo'g'inash jarayonida zo'r go'sh hosil qiladi jummo. Kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldir uxlamsizlar. Shu vaqtda Billonlar Undidor salonida ko'rishaylik.